Assalomu alaykum. Prezident Dastur dasturida SMS so'znomalari bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni SMS bo'limi bilan. Biz ko'radigan bo'lsak, SMS degan bo'lim bor. Bu yerda SMS shablonlari bor. Ə, Shablonlarda biz default holatga kiritib qo'yilgan. Bemorda kelish uchun va tug'ilgan kunlar uchun eslatmalarni yozib qo'yganmiz. Ə, Agar bizga birorta shablon kerak bo'lmasa, uni faol holatga o'tkazib qo'yishimiz yoki aktiv qilib qo'yishimiz mumkin. Shablon turini tanlaymiz. Misol, hurmatli bemor ismi ketadi. Skriptlari bor. Shularni qo'ysa o'sha joyda bemor ismi, doktor degan joyda doktorni ismi, klinika degan skript ichida klinikani nimasi, klinikani nomi ketaveradi. Hurmatli falonchi pistonchi, sizning qabulingiz falonchi pistonchi qabulida Dental South klinikasida belgilangan. Qabul vaqti shu, iltimos vaqtida tashrif buyuring degan holat bo'ladi. Faol qilib qo'ysak bo'laveradi. Tug'ilgan kunlarda hurmatli falonchi bemorimiz unga tilak bildiradi va oxirida Dental South jamoasi doim sog'lig'ingizni asrashga tayyor. Shu klinikani nomi boradi. Endi SMS sozlamalari degan joy bor. SMS sozlamalarida SMS token kirgizib qo'yish kerak. U tokenni qayerdan olamiz? Bu yerda tahrirlashni bosib, SMS tokenimizni kirgizib, saqlash tugmasini bosamiz. Bu tokenni smsmaster.uz degan saytga kiramiz. Saytga kirganimizda bizga shu oyna ochiladi. Kontaktlarga aloqaga chiqsak, narxlari, nimalar bilan tanishtiradi foydalanish bo'yicha. Bizda ularda 3 xil tarif bor. $34, $59 va $99. $4 to'lasa 3 oy davomida xohlagancha o'zini sim kartasidan SMS yuborsa bo'ladi. O'zini SMS paketidan SMS ketaveradi. Registratsiya qilib ro'yxatdan o'tishi mumkin. Bemalol hamma. Endi menda hozir tayyor ro'yxatdan o'tilgan bor. Shu yerda kontaktlarga aloqa chiqishlari mumkin. Endi bu yerda download app qilib ilovani yuklab olamiz. Ilovani yuklab oldik. Endi buni Telegram'imizga tashlab, o'zimizni Android telefonimizga ishlatsak bo'ladi. Android telefonimizga o'rnatib bemalol ishlatsak bo'ladi. Uni keyinroq ko'rib chiqamiz ishlatish bo'yicha. Bu telefonimizni ulash uchun add device'ni bosamiz. Bosganimizda query kod chiqadi. O'sha query kodni tutganimizda o'zi avtomat kirib oladi u dasturga. Skanerlaymiz. Bu dastur ichida turib skanerlaymiz. Buni ko'rib chiqamiz. Shu orqali ishlaydi. U dasturimiz doim aktiv turishi kerak. O'shanda SMSlar yuborishni boshlaydi. Keyingi videomizda mobil qurilmaga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Shular, hamma hisobotlari chiqib turadi.